Bu ayol qizi bilan do'konga kirgan vaqt qizi hojatxonaga kirgisi kelayotganini aytib, hojatxonaga kirib ketadi va bir necha soniyadan so'ng onasiga shunday SMS yozadi: "Oyijon, hojatxonada meni qiz qilib asrab olmoqchi bo'lgan ayol bor ekan." Tabiiyki, onasi buni hazil deb o'ylaydi va qiziga javoban: "Tezroq chiq, biz ketishimiz kerak" deb aytadi. Mitti qizalog'i 10 daqiqada ham chiqmagandan so'ng onasi o'zi xaridlar qilishni boshlaydi va qiziga qo'ng'iroq qiladi. 3 marta ketma-ket qo'ng'iroq bo'lganiga qaramay, qizi bunga javob bermaydi va faqatgina shunda ayol qizi hazillashmagan tushunib yetadi. Ayol sarosimada hojatxonaga qanday tez borib qolganini o'zi ham anglay olmay qoladi. Ammo ming afsuski, hojatxonada hech kim yo'q. Onasi esa qizining o'rniga faqatgina uni tushib qolgan telefonini topadi. Telefonni ochib ko'rgan ona birinchida turgan rasmni ko'rib, hattoki qo'rqqanidan ovozi ham chiqmay qoladi. Mitti qizaloqqa nisbatan qidiruv e'lon qiladi. Onasi esa politsiyaga bor yo'g'i shu birgina telefonni dalil sifatida topshiradi. Ammo politsiya ham telefonning ichida topilgan rasmdan shokka tushadi. Agarda ona o'z vaqtida qizining gapiga ishonib oldiga borganda uni qutqarib qolish mumkin edi. Qizaloq esa hozirgi vaqtgacha topilmagan.